3tagina mahsulotdan bunaqa og'izda uvadalanadigan pechenye chiqadi deb umuman o'ylamagandim. Demak, pechenye xamiri uchun yumshoq xona haroratidagi 200 g sariyog'ga 200 g zaychikka sifatli va mazali quyultirilgan sutini qo'shib, vench yoki mikser yordamida ocharguncha ko'pirtiramiz. Endi bunga oliy navli turon unidan 250-300 g va 1 choy qoshiq razrixlitel qo'shib, yumshoq plastilinga o'xshash xamir qorib olamiz. Razrixlitelli bo'lmasa qo'shish shart emas. Tayyor bo'lgan xamirdan morojniy qoshiqi yordamida mana shunaqa chiroyli pechenyelarni chiqarib, listga terib chiqamiz. Xohlasangiz 35-40 gramdan o'lchab, oddiy dumaloq shariklar yasab chiqsanglar ham bo'ladi. Menda ushbu masalliqlardan 18 dona katta pechenyelar chiqdi. Pechenyelarimiz oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada 18 uzoq 20 daqiqa davomida pishiriladi. Tayyor pechenyelar juda ham mazali, pisochniy bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra ustiga shakar upasi yoki eritilgan shokoladga belab olsak, shirinligimiz yana ham mazali va chiroyli bo'ladi. Doimgidek retseptni o'zingizga saqlab olib, tayyorlab ko'rishinglarni barchalarga tavsiya qilaman. Videoga like bosib, uni do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.